بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "Nahnu naqussu ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Ey Muhammad alayhisalom, biz sizga Qur'onda qissalarni eng go'zallarini bayon qilamiz, vaholanki bu qissalardan siz bexabarlardan edingiz deydi. Payg'ambarlar silsilasini o'qib o'rganishlikda bugun siz bilan biz ana Musa alayhissalom va Davud alayhissalomlarning o'rtasida bo'lgan bir muhim bosqichni marhalani o'tgan suhbatimizda gaplashgan bo'ldik. Bugun inshaalloh Davud alayhissalom va Sulaymon alayhissalomlarning qissalarini gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. O'tgan suhbatimizda mana Shamuel alayhissalom o'zlari Banu Isroilni o'zlaridan bo'lgan Tolutni podsho qilib saylaganligi va u Tolut boshchiligidagi qo'shin Baytul Maqdisga kelganligi va 314 ta yoki 313 ta bo'lgan Banu Isroildan iborat qo'shin minglagan amaliklarni yengganligiga guvoh bo'ldik. Va olgan xulosamiz shu bo'ldiki, Alloh taolo o'zini nusratini, Alloh taolo o'zining madadini, yordamini shu madadga, nusratga loyiq bo'lgan bandalarga berar ekan, agarchi ularning soni oz bo'lsa ham. Mana aytdik, Banu Isroil Misrdan chiqqan paytda ularning soni 600 ming kishidan iborat edi. 460 yil o'tdi. Yusha alayhissalom bilan Shamuel alayhissalomning o'rtasida. Bu 460 yilda orasida Banu Isroilning adadi millionlagan kishilarga yetdi. Shu millionlagan kishilar o'zlarini payg'ambaridan bizga Baytul Maqdisni tortib qaytarib olishligimiz uchun urushga boshlab boradigan bizga bir podshohni saylab ber deb so'rashdi. Alloh taolo ularga Tolutni podshoh qilib saylagandan keyin va ularga jihod farz qilingandan keyin millionlagan yahudlardan faqat 8 mingta kishigina Tolutga ergashishlikka rozi bo'ldi. Alloh taolo eladi ularni. Bu 8 mingta kishi Urdun daryosiga kelgan paytda Alloh taolo yana bir imtihonga uchratdi. Mana shu daryodan bir hovuz suvdan oshiqchasini ichganlar ortiga qaytadi dedi. 8 mingtadan 314 ta yoki 313 ta odam qoldi. 313 ta odam Jolut, ana shu amaliklarning podshohi bo'lgan Jolut va uning qo'shiniga ro'baro bo'lgan paytida juda ko'pchiligi la taqatanal yawma bi Jalut va junudi. Bugun Jolut va uning qo'shiniga qarshi turishlikka bizda hech qanday toqat yo'q deyshti. Ana shu 314 ta odamning ichidan ham odamlar uje elanishni boshladi. Va qalbida iymoni mustahkam bo'lgan, Allohga haqiqiy tavakkul qilgan bir qancha kishilar bor ediki, ular aytishdi, qancha oz toifa jamoalar katta qo'shinlarni yenggan Allohning izni bilan. G'alaba sonni tayyorgarligi kattaligi bilan bo'lmaydi. G'alaba Allohning nusrati bilan, Alloh taoloning madadi bilan bo'ladi dedi. Va sobit qilib turishdi. Va ko'rdik, Jolut muborazaga, ya'ni yakkama-yakka olishlikka birorta bir Banu Isroildan birinchi chiqishni talab qilganda hech kim chiqmadi. Yana elanyapti ularni qatorlari. Shunda Tolut kim bu bilan chiqib urushadigan bo'lsa, albatta mendan keyin podshoh bo'ladi, qizimni unga beraman, mendan keyin mana shu Banu Isroil ustidagi podshoh bo'ladi deganda 16 yashar yigit chiqdi. Milliondan 8 mingta. 8 mingtadan 314 ta. 314 tadan bir 10 ta tizzasi qoldiramaganlar. Endi ana shu 10 tadan bitta chiqdi birodarlar. Ana shu bitta odam Allohning g'alabasiga haqli edi. Alloh taolo unga yordam berishligiga loyiq ediki, 3 dona toshni aylantirib otib qo'yganda, ana shu jussasi katta bo'lgan Jolut bir zarba bilan yerga mayit bo'lib tushdi. Demak, Alloh taolo duolarni ijobat qilishligi, Alloh taoloning yordami bandalari shu yordamga loyiq bo'lgan kuni kelar ekan. U ana shu 16 yasharli yigit bu Davud alayhissalom edi. Mana Alloh taoloning izni bilan fahazamuhum bi iznillah dedi Alloh taolo. Allohning izni bilan ular ana shu amaliklarni mag'lub qilishdi va Baytul Maqdisni qaytarib olishdi. Ana shu va'da qilingandek Tolut vafot etgandan keyin Davud alayhissalom
Banu Isroil ustidagi podshoh bo'ldi. Va Alloh taolo u kishini payg'ambar qilib tanladi. Yusha ibn Nundan beri jamlanmayotgan podshohlik va payg'ambarlik Davud alayhisolamning qo'lida jamlandi. Yusha alayhisalom ham podshoh edi, ham payg'ambar edi. Keyinchalik uni Banu Isroil bo'lishib o'rgan edi. Lavi ibn Yaqubning bolalarida payg'ambarlik, Yahuda ibn Yaqubning bolalarida podshohlik bo'lib bo'linib qolgan edi. 460 yildan beri jamlanmayotgan podshohlik va payg'ambarlik bitta kishining qo'lida Alloh taolo jamlab berdi. Davud ibn Aysha, Yahuda ibn Yaqub alayhissalom. Muorif aytadi, Davud alayhissalom pastay bo'ylik, ko'zlari ko'k, sochlari siyrak, qalbi toza edi. Qarang, bu o'zi amaliqlar katta edi. Bu Banu Isroil kichkina edi jussasi. Yana bu ularning ichidagi yana ham kichkinaroq edi. Demak, jussani kattaligi, tayyorgarligi, qattiqligi bilan emas, Allohga bo'lgan iymon bilan bo'ladi g'alaba. Alloh taolo Davud alayhisalomga Zabur deb nomlanuvchi sahifalarni nozil qildi. Va atayna Davuda zabura. Biz Davudga Zaburni ato etdik. Rivoyatlarda keladi, yer yuzida yashab o'tgan odamlarning eng go'zal ovoz egasi bu Davud alayhissalom. U kishidan keyin hech kimga bu ovoz berilgani yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhu Qur'on o'qib turganlarini eshitdi-da, Abu Musoning ovozi nihoyatda go'zal edi. Laqad utiya Abu Musa min mazamiri Davud. Dar haqiqat Abu Musoga Davudga berilgan ovozni bir qismigina berildi xolos deyildi. Hozirgi zamonda qanaqa chiroyli ovoz egalari bor, qanday bir qorilar bor. Lekin ulardagi Abu Musoga Davud alayhisolamda bir mizmor berilgan bo'lsa, bularga nima berilgan? Endi shu Davudni o'zini egasi bo'lgan Davud alayhisolam qanday bir chiroyli ovoz egasi bo'lgan? Davud alayhisolam Zaburni tilovat qilgan paytida tog'lar jo'r bo'lar edi. Qushlar havoda uchib turgan qushlar to'xtab turib Davud alayhisolamning tilovatiga quloq solardi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Ya jibalu awibi ma'hu wat-tayr." Va sakharna ma'a Davud al-jibala yusabbihna wat-tayr va kunna fa'ilin. Odamlar Davud alayhisolamning mo'jizalariga guvoh bo'lib turishdi. Inna sakharna al-jibala ma'hu yusabbihna bil-ashi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab. Davud alayhisolamga Alloh taolo juda ko'p mo'jizalarni ato etdi. Ulardan biri va alanna lahul hadid. Biz loy bilan, sham bilan, yumshoq narsa bilan qanday muomalada bo'lsak, Davud alayhisalom temir bilan shunday muomalada bo'ldi. Davud alayhisalomni mana temir ishi bilan shug'ullangan deb aytamiz. Davud alayhisalom temirni bir shaklga keltirish uchun bolg'a yoki o't kerak bo'lgan emas. Shunday temirni olgan, biz loyni qanday ezib xohlagan shaklimizga keltirsak, qo'li bilan shunday shaklga keltirgan. Dalil va alanna lahul hadid. Biz unga temirni yumshoq qilib berdik deydi Alloh taolo. Davud alayhisalom davridagi bo'ladigan urushlarda askarlar o'zlarining ustlariga sovutlar ilishar edi. Ya'ni u sovut deganda nimani tushunamiz? Katta-katta temir parchalari bo'lardi, insonni oldi va orqasini yopishlik uchun ko'kragiga, orqasiga yelkasi orqali ilib qo'yilardi. Bu ham og'ir edi, ham noqulay edi. Lekin Davud alayhisalom mana shu sovutlarni yangi turini ixtiro qildi. Ani amal sabiqatin va qaddir fis-sad va amalu asaliha inni bima ta'maluna basir. Halqalarni yasadi, halqalarni bir-biriga kirishtirib chiqdi. To'qib chiqdi. Bu bir vaqtda o'zida qulay edi, egiluvchan edi va shu vaqtda o'zida yengil edi va mustahkam edi. Alloh taolo o'rgatdi bu narsani. Demak, temirchilikni mana shu kundan boshlab rivojlangan deydigan bo'lsak, demak temirchilikni rivojlanishiga birinchi qadamni qo'ygan kishi bu Davud alayhissalom bo'ladi. Shuning uchun din u orqada qolib yo'q, unaqa emas akalar. Din dunyoviy ilmlarni o'rganishlikka buyuradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam utlubul ilma walau bis-sin. Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar dedi. Xitoyda diniy bilim bo'lmaydi. Xitoyda dunyoviy ilm bo'ladi. Rasululloh buyuryaptimi? Demak, dunyoviy ilmlarni o'rganishlik ham siz bilan bizga farz bo'ladi, birodarlar. Bir paytlar bizi ota-bobolarimiz bu hadislarni yaxshi tushunganligidan bu algebrasi bo'ladimi, tabobati bo'ladimi, fizikasi bo'ladimi, astronomiyasi bo'ladimi, cho'qqilarga chiqqan. Hozirgi kundagi meditsina yoki algebra yoki astronomiyasi bizi ota-bobolarimizni qoldirib ketgan meros ustiga qurilgan emasmi?
Biz ilm deganda faqat diniy ilmni tushunamiz. O'qib nima bo'lardi? Undan ko'ra bitta hunarda qilsin. Rahmat, hunarda ham qilsin. Lekin undan burun Rasululloh nima deyapti? Ilm o'rgansin deyapti. Kimga Alloh taolo ilm o'qishlikka iqtidor beradi, kimda bo'lmaydi? Iqtidori bor odam ilm o'rganishlik kerak, birodarlar. Chunki ikkita qo'li bor odam qo'li bilan yaxshilik qilishlikka buyurilgan bo'ladi, ikkita qo'li yo'q odam bu narsa yelkasidan soqit bo'lgan bo'ladi. Demak, bir odamda ilm o'qishlikka zehni, farosati, qobiliyati bo'lsa, javob beradi bu narsani o'rnida sarf qilmaganligi. Bir odamda bu zehn, farosat bo'lmasa, unaqa savol unga berilmaydi. Shuning uchun farzandlarimizdan o'qishlikka loyiqida borlarini dunyoviy ilmlarda o'qishlikka ham rag'batlantiraylik, birodarlar. Orqada qolib yuravermasdan. Biz ota-bobolarimiz falonchilar, pokinchilar deb turib maqtanishni bilamiz, lekin ular qilayotgan ishni davom etkazib olmayapmiz. Ular qachon o'sha falonchi pokinchi bo'ldi? Qachon ular dunyoga tanildi? Qachon yer yuziga ustoz bo'ldi? Islom dinini mahkam ushlagan paytda. Va qachon xor bo'ldi? Qachon aravani orqasida qolib ketdi? Oxirgi aravasi g'ildiragi bo'lib, dinini esdan chiqargandan keyin. Demak, birodarlar, islomda mana dunyoda ishi, din ishi deyilmaydi. Musulmon odamda uyqusi ham din, yurishi ham din, tijorati ham din. Ajratib bo'lmaydi, dunyoviy ish, uxroviy ishdir. Va allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Demak, insoniyatni mana shu taraqqiyotida payg'ambarlarning ham o'rni bo'lgan albatta. Va shaddadna mulkahu va ataynahu al-hikmata va faslal xitob. Biz uni mulkini mustahkam qildik va faslul xitobni berdik. Hikmat bu yerda ilm, faslul xitob adolat bilan hukm yuritishlik. Davud alayhisalom ham podshoh edi, ham qozi edi, ham nabiy edi. Subhanalloh. Bu narsa, bu ajib narsa-da. Hukm chiqaradigan qozi ham o'zi, shariat yurgizadigan payg'ambar ham o'zi, shu hukmda ijro qiladigan podshoh ham o'zi. Ya'ni hech kim e'tiroz bildirmaydi. Bitta davlat, bitta ummat, bir payg'ambar, bir podshoh, bir qozini qo'l ostida jamlandi. Davud alayhisalom o'zining kunini bir necha soatlarga bo'lgan edi. Kunning bir qismini podshohlik ishlariga, bir qismini qozilik ishlariga, tunini esa qasrga kirib ibodat qilishlikka ajratgan edi. Ana shu tunlarda Allohga ibodat qilish uchun qasr eshigini yopib ibodatga kirib ketganda hech kim kirmas edi. Mana shu tunlarning birida Davud alayhisalomning oldiga eshiklarni bekiligiga qaramasdan, devorlarning balandligiga qaramasdan ikkita odam kirib kelishadi. Davud alayhisalom cho'chib ketadi ulardan. Ya'ni devorlar baland bo'lsa, eshiklar yopiq bo'lsa, qayoqdan keldi bular? Izdakharu alayhi ala Davud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasman bagha ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqqi wa la tushrid wahdina ila sawa'is sirat. Cho'chimagin deydi. Xosman, ya'ni kelisholmay o'rtamizda bir ish chiqib qoldi, shuni hal qilib qo'ygin. O'rtamizda adolat bilan hukm qilishing uchun seni oldinga keldik deydi. Inna hada akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahida faqala akfilniha wa 'azzani fil hitab. Nima mushkilalar bor deyildi? Aytildiki, bu dedi, meni dedi qo'shnim dedi. 99 ta qo'y bor edi buni dedi. Meni bitta qo'yim bor edi. U ham bitta qo'yini men bitta qo'yimni boqqani chiqqanda, bu ham 99 ta qo'yini haydab chiqaradi. Ina aytdiki, bitta qo'yinida ovora bo'lib yurasanmi? Meni qo'yimga qo'shib qo'y, men ham haydab boqib beraman dedi. Rozi bo'lib berganimdan keyin qaytarib olmoqchi bo'lgan paytimda seni menda hech qanday qo'yin yo'q dedi. Hukm qilib berdi dedi. Davud alayhisalom nima dedi? Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatiki ila ni'aji wa inna katiran min al-khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilun ma hum. Bu senga dedi zulm qilib qo'yibdi dedi. 99 ta qo'yib bo'lib turib bitta qo'yini tortib olgan bo'lsa zulm qilib qo'yibdi dedi. Albatta sheriklar juda ko'pchiligi dedi. Bir-biriga zulm qiladi, bir-biriga xiyonat qiladi. Lekin iymon keltirganlar unday qilishmaydi. Lekin bunaqalar oz dedi. Juda zo'r o'zimizning so'zimiz bor. Sheriklik ne? Emas. Hadislarda keladi birodarlar. Bu ba'zi bizni hayotda ishlatib maqol bo'lib qolgan so'zlarimizni islom degan oyat hadisiga ramkaga solib ko'raylik-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi. Ikkita odam sherik bo'lsa, bir-biriga xiyonat qilmasa, Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, uchinchi sherigi Alloh bo'ladi deyapti-yu.
har kuni ishlab kelayotgan, hayotimizda kunda ko'rayotgan, ishlayotgan maqolga ishonamizmi? Yo payg'ambarimiz 1,5 yil buni aytib qo'ygan hadisga ishonamizmi? Mana shu yerda bizning kimligimiz bilinaveradi. She'riylar anaqa yemaydi. Ikkita sherik bir-biriga xiyonat qilmasdan pokiza holatda muomala qilsa, sherim ko'rinmayapti, 50 so'm solib qo'ydi, shop qo'ysa, bu qadam ko'rib o'tiribdi, 100 so'mga oldim deyman deb turib 50 so'mdan san 100 so'm deb qo'ysa, sherigi ko'rmaydi. Agar shunday qilsa, Alloh taolo chiqib ketadi, 3-sherigi shayton bo'ladi. Agar ikkita sherik halol bo'lsa, 3-sherigi Alloh bo'ladi deyilyapti hadislarda. Rivoji, barakoti, hifzi, himoyasi Allohning zimmasiga deyilyapti-yu. Nimaga bizning sherikligimiz hech o'sha qasi chiqmaydi? Demak, Alloh aytayapti mana, juda ko'p sheriklar bir-biriga zulm qiladi deyapti. Demak, o'sha ko'pchilik ishidan ekanmiz biz ham. Lekin iymon keltirgani bunday qilmaydi. Lekin bunaqalar oz deyapti Alloh taolo. Maqolda olamizmi, hadis olamizmi, birodarlar? Ya'ni bu sheriklik ish rivojlanmaganligi necha yuz yillardan beri bo'lib kelyaptiki, maqol suratiga kirib ketdi bizga. Bor birodarlar, hayotda sherik bo'lib, halol pokiza ishlab, umrining oxirigacha sherik bo'lib, baraka topganlar bor. Bitta o'zingiz ishingiz yurmayaptimi, sherik bo'ling-da, Alloh 3-sherigi bo'laman deb va'da qilyapti. O'zingiz ishingiz yurmasa, sherik bo'lgan ish yuradi. Lekin bizda xiyonat qiladiganlar ko'pligi uchun changga chiqmaydi akalar. Endi 5 yildan beri sherik bo'lib ish yurishmayotgan bo'lsa, yo sizda yo sherigingizda ayb. Bu maqolda kuchliligidan emas bu. Subhanalloh, bu dinimiz Allohga haqiqatan rahmat ekanda bizga. Bir o'g'ri o'g'irlik qilib qo'lini chopganda Alloh unga rahmi kelgani uchun chopyapti ekan. Bir yigit zino qilganda darra yeyotganda unga rahmi kelgani uchun darra bilan uryapti. Chunki keyin qilmasin, dunyoda qutulib olsin jazodan, jahannamga tushmasin deyilyapti. Hattoki subhanalloh, bu zino qilib toshbo'ron bo'layotgan ayolmi, erkakmi, toshbo'ron bo'layotganda unga rahmi kelgani uchun islomni toshbo'ron qilyapti. Chunki dunyoda tozalanib ketsin, oxiratga qolmasin. Shunday emasmi, birodarlar? Shunday bir dinimiz, hatto mana shunday bir hojatxonaga qaysi oyoq bilan kirib, qaysi oyoq bilan chiqib ketishni o'rgatib, shunday mayda masalalargacha o'rgatgan ekan dinimiz. Sheriklik tijorat o'rgatmagan deymizmi? O'rgatgan, faqat biz dinimizdan uzoqligimiz uchun bu narsalarni bila olmaymiz. Hayotda qaranglar-da, sherik bo'lib, halol bo'lganlarda rivoj topayotganlarni ko'rasizlar inshaalloh. Bor bunaqalar. Va qalilun ma'hum deyapti Alloh. Lekin ko'p emas. Shu bitta mahalliga ikkita bo'lsa yetsa kerak. Davud alayhisalom senga zulm qilib qo'yibdi u sheriging dedi. Davud alayhisalom xato qildi shu yerda. Ikkinchisini gapini eshitmadi. Ikkinchisi aytdiki, "Ey Davud" dedi, "shoshilmagin" dedi. "Sen meni eshitmading-ku hali" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, agar bir kishi siz qozi bo'lsangiz, bitta ko'zi o'yilib kelsa, meni ko'zimni falonchi o'yib oldi desa, nariga odam ustidan hukm chiqarmang, u ham kelsin deydi. Ehtimol uni ikki ko'zi o'yilgandir deydi. Davud alayhisalom hukmda nima qildi? Shoshilib qo'ydi. "Ey Davud, shoshilma, meni ham eshitgin" deb aytdi. Va zanna Davud anna fatannahu fastaghfara robbahu va kharra rakiyan va anab. Davud biz uni imtihonga uchratganligimizni bildi, xatosini tushundi, istig'for aytdi, Parvardigoriga qaytdi. Albatta Parvardigor uning xatosini kechirdi. Solih kishilarni axloqi shunday ekan. Bir gunoh sodir bo'lganda albatta Parvardigoriga qaytib istig'for so'rar ekan. Faqafarna lahu zalika va inna lahu indana la zulfa va husna ma'ab. Mana shu 99 ta haqida ketganda ba'zi bir kitoblarda uni keyin aytib qo'yaylik. Rivoyatlar kelgan ekan, bu albatta xato. Davudning 99 ta xotini bor edi. Yana nima emish? Bir qo'mondoni bor edi qo'lida, uni xotini nihoyatda chiroyli edi. O'sha chiroyli xotinini qo'lga kiritishlik uchun hali qo'mondonni har yerlarga urushga jo'nataverardi, bir o'lib ketardi. Lekin har safar g'alaba bilan kelaverganda oxiri Davud payg'ambar o'zi o'ldirib, uning xotiniga uylan degan shu bir noto'g'ri so'zlar ham bor ekan. Oddiy bir mo'min odam Allohning payg'ambari haqida bunaqa gapni gapirish mumkin emasligini yaxshi tushunib yetadi. Shunday emasmi? Bu yerda qo'ylar haqida ketyapti gap. Naja deyapti Alloh taolo Qur'onda. Naja deb soliq qo'y aytilinadi. To'g'ri, shoirlar ayolni oxuga, kiyikka o'xshatadi, lekin qo'y o'xshatmaydi hech kim ayol kishi.
Ya Davud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum baynan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasaw yawmal hisab. Davud alayhisalom 100 yoshga kirganda vafot etdi. Mana qissani boshida gaplashganmiz esingizda bo'lsa, Odam alayhisalomning umurtqasidan Alloh taolo qiyomatgacha yashaydigan odamlarning ruhini yaratganida Odam alayhisalomga ular ko'rsatildi. Va ana shu ruhlardan bittasini peshonasidagi nuri Odam alayhisalomni hatto bir hayron qoldirdi-da, so'radi Odam alayhisalom: "Parvardigor, bu kim?" Bu dedi Alloh taolo, oxir zamonda keladigan farzandlaringizdan Davud ismli farzandingiz dedi. Parvardigor buni umri qancha deganda 60 yil dedi. Zid min umri 40 sana. Meni umrimdan 40 yil qo'shib qo'ying unga Parvardigor dedi. Alloh taoloning qudratida. Qarang, Davud alayhisalom zavrini oxir zamondagan ekan. Undan beri ancha o'tib ketdi-yu. Unda yaqin qolib, akalar bizga qizg'i bo'lmasin qachon bo'lishligi, katta qiyomatda. Har bitta odamda joni chiqishligi halqumida. Uning uchun qiyomatda boshlanganligi, shunday emasmi? Uning ustiga Alloh taolo qiyomatda kattasini yomon odamlar ustida qoyim qiladi. Uni ko'rsatmay qo'yaversin. Hadislarda keladi, qiyomat yomon odamlar ustida qoyim bo'ladi deydi. Hadislarda keladi, Davud alayhisalom nihoyatda ayollariga g'ayur bo'lgan kishi bo'lgan. Ya'ni g'ayurlik bu bizning tilda rash deb qo'yiladi. O'zini ahli ayolini, onasini, opa-singlini, xotinini, singlisini, qizini begona, nomahram ko'zlardan ehtiyot qilishlik, qizg'anishlik bu. Mana shu zamonamizda mana shu sifat ham kamayib ketayotgan sifatlardan bo'lib qolyapti. Biram-biram namozxon hoji akalarimiz bor. Qizlarini, ayollarini, kelinlarini tashqarida ko'chada qanday kiyim kiyib yurganligiga e'tibor bermaydi. Masjidga kirgan do'ppi kiymayotgan yoshlarga tosh otib ular bilan urushlikka ahli yetadi, lekin qizlarini ishtonsiz ko'chaga chiqib ketayotganini nazar qilib e'tibor qilmaydi. Jannatda yozib qo'yilgan deyiladi hadislarda, sen dayyuslarga haromsan deb. Birodarlar, har bitta musulmon o'ziga javob beradi, qo'l ostidagi oilasiga javob beradi, tashqariga javob bermaydi. O'zi shunga javob berib olsa ham katta ish qilgan bo'ladi umrning oxirigacha. Siz qo'shni bolangizni do'ppi kiymaganligi, qo'shni bolangizni bir kamchiligi uchun siz javobgar bo'lmaysiz. Siz xotiningizga, qizingizga, singlingizga, keliningizga javobgar bo'lasiz. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu qu ahlikum anfusakum naro degan. O'zingizlarni va oilalarni jahannamdan saqlanglar degan. Qizlarimizga, singillarimizga, kelinlarimizga e'tibor berib qo'yaylik birodarlar. Dayus deyiladi bunaqa odam qizg'anmaydigan bo'lsa. Bu har xil seriallarni ko'rib olib, odamlarni dunyo qarashi o'zgarib ketyapti. Shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni birinchi marta qabul qilib, Hiro g'oridan qo'rqib tushgan paytida subhanalloh, Hadicha onamiz oqil ayol bo'lgan. Shu yerda bir odam ko'rinyapti ko'zimga desa, Hadicha onamiz ko'rmaydi. Hadicha onamiz shunday boshini ro'molda olib tashar ekan. Boshini yalang'och qilib turib, endi ko'rinyaptimi desa, yo'q, endi yo'qolib qoldi deganda, ha, qo'rqmang, u farishta ekan deydi. Agar jin bo'lganda turaverardi, shayton bo'lganda deydi. Boshidagi ro'molni olib bo'lganda farishta chiqib ketgan ekan Rasulullohning xonadonidan. Birodarlar, jicha fikr qilaylik shu yerda. Ro'mol emas, boshqa yerlar ochib yuribdi. Yana bu o'sha kiyimni biz o'zimiz olib beryapmiz. Yana biz musulmonmiz, yana biz namozxonmiz. Yana do'ppi kiymabsan deb urushamiz yon boshimizda yosh bolalar bilan. Xo'p, mavzudan chiqib ketmaylik. Ana shu Davud alayhisolamga aytdik, mana g'ayur bo'lgan dedik. Ayollar uchun alohida ajratgan qasr bor edi. Bu qasrda Davud alayhisolam chiqib ketganda eshiklarni taqa-taqa bekitib chiqib ketardi, birorta begona odam ko'rmasin ham bu qasrda ichida nima borligini. Ana shu kunlarning birida qasrda sahnasida bir begona erkak kishini turganligini ayollar ko'rib qoladi-da, kim bu? Qanday qilib kirib qoldi bu yerga? Agar Davud ko'rib qoladigan bo'lsa, albatta uni o'ldirib qo'yadi. Davud alayhisolam buni xabar topib tez yetib keldi-da, hali kishiga qarab turib, "Kimsan?" dedi. "Qanday qilib devordan oshib o'tding?" Hali kishi javob berdi, "Ana man la yaqifu amamahu hajiz." Men unaqa devor to'sib qoladigan odam emasman. Ha, unda siz o'lim farishtasi ekansiz, jonimni oling dedi. Shunda yoshi 100 ga kirgan edi Davud alayhisolamda. Boshqa hadislarda keladi, "Ana allazi la ahabul muluk va umvala umna min al-hijab."
men podshohlardan qo'rqadigan, devorlardan o'tolmay qoladigan zot emasman dedi. Ya'ni men hech kimdan qo'rqmayman dedi, meni hech narsa to'sib qola olmaydi dedi. Hech qaysi payg'ambarning joni o'zining roziligi olinmasdan turib olingan emas. Davud alayhisalom shat ketdi narigi dunyoga. O'tgan safar gaplashdik. Musa alayhisalomga qo'lingizni sigir ustiga qo'ying deyildi. Har bitta tukiga 1 yil umr kechirasiz dedi. Keyinchi dedi, keyin baribir joningiz olinadi dedi. Unda ketaverdim hozir dedi. Musofir bo'linglar degan payg'ambarimiz. Yo'lovchini singari yashanglar deganmi? Shu narsani bir takrorlab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Davud alayhisalom yuvib kafanlanib bo'lingach u kishini janozasini o'qigani kelgan odamlarning ko'pligidan va issiqning qattiqligidan salqinga muhtoj bo'lishdi. Sulaymon alayhisalom qushlarga buyurdi: "Adilla ala Davud." Davud va uning janozasiga kelganlar ustiga salqin qilinglar dedi. Juda ko'p qushlar atrofdan to'planib, ustilarida qanotlarini qoqib turishdi, salqin bo'ldi. Mana endi Sulaymon alayhisalom qissasiga o'tamiz shu yerda. Qushlarning ko'pligidan havo yetishmay qoldi, salqin bo'ldi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda kelar ekan, "Iqbidi janahan" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sulaymon qushlarga buyurdi, bitta qanotinglar ushlanglar dedi. Abu Hurayra Rasululloh qushlarni qanday harakat qilganligini ko'rsatib, bir qo'lni ushlab, ikkinchisini harakatlantirib turdi deydi. Bir qanotda turgan qushlar deyilyapti. Bu isnodi qoviy bo'lgan Imom Ahmad ibn Hanbalda, Imom Ahmadning hadislarida keltirilgan. Davud alayhisalomni Sulaymon alayhisalom Baytul Maqdisga ko'mdi. Davud alayhisalomdan keyin taxtni, mulkni Sulaymon alayhisalom egalladi. Sulaymon alayhisalom. U kishi Davud alayhisalomning katta farzandlaridan emas edi. Katta o'g'illaridan emas, lekin Alloh taolo u kishini payg'ambar va podshoh bo'lligini ixtiyor qildi. Va varisa Sulaymanu Davud. Davudni Sulaymon alayhisalom vorisi bo'ldi. Sulaymon alayhisalom haqida gapiradigan bo'lsak, Sulaymon alayhisalomdan avval ham, Sulaymon alayhisalomdan keyin ham u kishidek buyuk podshoh yer yuzida bo'lmaydi. Mana u kishiga Alloh taolo qanday in'omlarni berganligini essak, yer yuzida turgan har qanday bir podshoh, har qanday boy, har qanday mulkdor uni saltanati, uni mulkini oldida hech narsaga ega emasligini tushunamiz. Va qala ya ayyuhan nasu allimna mantiqat toyr. Ey insonlar, bizga qushlarning tilini bilishlik berildi dedi. Sulaymon alayhisalom qushlarning tilini bilar edi. Agar bu insonda bitta shu hunari bo'lsa, qanaqa aziz bo'lib ketadi yer yuzida? Shunday emasmi? Bu ertakka o'xshaydi hozir aytiladigan narsalar, lekin biz iymon keltiramiz. Kofir bo'lamiz agar iymon keltirmasak, chunki Alloh taolo o'zini Qur'oni Karimida aytayapti bu bergan narsalarini. Va utina min kulli shay. U kishiga berilgan narsa u kishidan avval ham birovga berilgan emas, u kishidan keyin ham hech kimga berilmaydi. Inna hada lahu fazlul mubin. Albatta bu ochiq Alloh taoloning fazlidir. U kishiga berilgan narsalardan qushlarni tilini bilishlik va hech qachon jinlar Sulaymon alayhisalomdan boshqaga bo'yinsungan emas va bo'yinsunmaydi ham. Va shayatin kullu banna'in va g'awwas va akharina muqarranina fil asfat. Suvga sho'ng'uvchi va quruvchi bo'lgan jinlar xizmatida edi. Birodarlar, jinlar haqida ko'p gapiramiz. Bir og'iz gap. Sulaymon alayhisalomda nima xizmati bo'lsa jinlar qilgan ekan. Uy quradimi, ovqat pishiradimi, urushadimi, nima ish qilish kerak bo'lsa jinlar xizmatida bo'lgan. Shu gapni o'zi hamma narsani yo'q tashlaydi o'zi. Bu oyatdan mana jinlar ham ummat, bizga o'xshagan xalq, erkak ayoli bo'lishi, musulmon kofir bo'lishi, har xil hunar egalari bor ekanligini tushunsak bo'ladi. Sulaymon alayhisalomga agar itoat qilishlikdan bosh tortsa, Alloh taolo ularda azoblashlikka Sulaymon alayhisalomga imkon ham bergan bo'ladi, izin ham, qudrat ham bergan bo'ladi. Ikkitasini bir-biriga juft-juft qilib baylab azoblashlikni qudratini Alloh taolo bergan bo'ladi. Hada atona famnun awamsik big'oyri hisob. Biz Sulaymonga bergan atoyimiz edi bu. Azoblaydimi, kechiradimi, avf qiladimi, u Sulaymon alayhisalomga muboh edi. Xolaganini qilar edi. Shuni erkalatib qo'yganda Alloh taolo bu kishini.
Birodar, sal bunday qimillab oraylik-da, sal ko'zlar og'lashayotganligi mendan ko'rinyapti. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Sulaymon alayhisalomga itoatsizlik qilsa, Sulaymon alayhisalom mana aytdik azoblar edi. Lekin bu osiy bo'lganligi uchun dunyoda o'zida qutulmas bular. Dunyoda ham azoblanardi, oxiratda ham Alloh taolo sayr jahannami bilan ularni azoblayman derdi. Demak, Sulaymon alayhisalomga jinlar Allohdan qo'rqqanligidan itoat qilishar edi. Ya'ni tamomiy itoat bo'lgan, tamomiy taslim bo'lgan. Hali noilojliklar bo'lib qilib qo'yib bo'lgan emas, qo'rqqanidan qilgan ular. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurun rasiyat. Sulaymon nimani xohlasa shuni bajarishar edi. Ular haykallarni ham yasab berar edi. Qasrlarni yasab berar edi va hovuzdek keladigan qozonlarni yasashardi ular. Bizning shariatimizda haykal yasashlik man qilingan, lekin Sulaymon alayhisalom shariatida haykal yasashlik mumkin bo'lgan. Jifanun kal javob, keyingi hovuzdagi idishlar va qudurun rasiyat, o'rnidan qimlamay turadigan, ba'zida qasrdek keladigan katta qozonlar. Mana shu katta qozonlarda tagiga o't yoqib, jinlar ovqatni pishirar edi, odamlarga tarqatar edi. Birodarlar, tasavvur qilaylik-da shuni. Odamlar ovqat qilib, mehnat qilib ovora o'tirishmas edi. Hatto ovqatini pishirib jinlar olib kelib berar edi. Bu Alloh taoloning Sulaymon alayhisalomga bergan fazli marhamati edi. Shuning uchun aytayapmiz, hech kimga Sulaymon alayhisalomdan keyin bu mulk berilgan emas. Haqiqatan jinlar farosasiz kulgisi keladi-da. Mazza-yu bu. Yo'l to'kizlash kerak emas, suv ochish kerak emas, dengizga sho'ng'ib olmasga qarab chiqish kerak emas. Buyursa jinlar qilavergan. Ana o'sha davrda yashagan odamlar mazza qilgan ekan, subhanalloh. Ya'malu alu Davud shukra va qalilun min ibadiyash shakur. Dengizning tubidan oltin kerakmi, gavhar kerakmi, olmos kerakmi? G'avvos degan ana shu dengizga sho'ng'iydigan jinlarning turi aytilar ekan, birodarlar. Mana endi insonlar qancha 2 kilometrga bordimi, 4 kilometrmi dengiz tubiga endi boryapti mana, ko'ryapmiz. Lekin ular jinlar akalar. Ularning nimalarga qodirligini faqat Alloh taolo o'zi biladi. Alloh taolo Sulaymon alayhisalomga shamollarni bo'yinsindirib bergan edi. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruqan haythu asab. Qayerga xohlasa, Sulaymon alayhisalom qayerda buyursa, shamol bulutlarni haydab borardi, aytgan joyga yomg'ir yog'ib berardi. Bu ham ne'mat, ham qurol, birodarlar. 2 kun yomg'ir oshib yog'ib qo'ysa, 5 minut oshib yog'ib qo'ysa, ana qo'yib ketar edi. Mana qo'yib ketar deymizmi? Shamol Sulaymon alayhisalomning xizmatida turgan, aytgan joyga yomg'ir yog'dirgan. Shuni o'zi bo'lsa bitta odamda, dunyodagi eng aziz odam shu bo'lmasmidi? Ya'ni uni fikri bilan hisoblashar edingiz. Ha? Dehqonchiligimiz, qurilishimiz. Bu faqat yomg'ir haydaydigan shamollar emas, balki qattiq esadigan shamollarni ham Alloh taolo bo'ysundirib bergan edi. Va ila Sulayman va li Sulayman ar-riha asifa tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha va kunna bi kulli shay'in alimin. Sulaymon alayhisalom ana shu Baytul Maqdisdan turib shamollarni boshqarar edi. Bir eshitib qo'yishimiz oson bo'lyapti. Ozgina hazm qilib ko'raylik-da shu so'zni. Shamolda qayoqqa esishligi Sulaymon alayhisalomning ixtiyorida edi. Esmay qo'ysa nima bo'ladi? Havo to'xtab qoladi, havo aylanishi. Nafas yetmay bo'g'ilib o'lmaymizmi? Oshishi esib ketsa nima bo'ladi? Od qavmini nima bo'lganligini ko'rdik. Mana shunday qudrat egasi edi. Robbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Duo qilgan. Parvardigor menga shunday bir mulk berginki, mendan keyin hech kimga bo'lmasin mulk degan edi. Sulaymon alayhisalom qo'shini bilan biror joyga borib jang qilishni xolasa, biz mana plot deb qo'yamiz-ku. Dengizga yog'ochlarni, g'olalarni bir-biriga bog'lab, to'rtburchak bir maydon qilinadi, shu bilan dengizda suzib ketiladi. Mana shunday yog'ochdan iborat so'risi bor, juda katta maydonida, qo'shinni shu yog'och ustiga chiqarardi, shamolga buyurardi. Akalar, bu oyatlarda kelgan, bu haligi kigiz kitob emas. Bu misol juda ko'p kitoblar bor. Haligi Odam alayhisalom, Nuh alayhisalom kemani yasagan paytda bir odam bo'lgan, dunyoda suv olganda oshig'igacha kelgan, kemasini tortib, bunaqa gap yo'q bu yerda. Bu oyat bilan sobit bo'lgan, birodarlar. Shamol kelib, haligi plotni ko'tarar edi.
bir oyda boradigan masofasiga bomdodda harakat qilsa, peshinga olib borib tushirib qo'yar edi. Urushib, pachag'ini chiqarib, qaytib kelish kerak bo'lsa, peshinda o'tirsa, Shomda olib kelib qo'yardi uyga. VVS. Kimda bor bu mulk, birodarlar? Kimda bor? Va kimda bo'lishi mumkin? Lekin Sulaymon alayhisalom shuncha mulkka ega bo'lib turib, shuncha narsaga ega bo'lib turib, o'zini podshohligi bilan, mulkdor, amaldorligi bilan emas, la ilaha illalloh degan kalimasi borligi bilan kerilgan ekan. Qancha podshohlar keldi undan keyin, qancha bir dunyoda titratgan jahongirlar keldi. Ular dunyoni ko'tidan quvgan bo'lsa, Sulaymon alayhisalomga hamyot chachib bo'lgan bo'lsa ham bu narsani hech narsaga olmadi. La ilaha illalloh eng katta ne'mat dedi. Sizlarda bor birodarlar. Chunki Fir'avn 100 yillik podsho hayotini bitta kalimani aytuvdi, almashtirmoqda Alloh taolo. Almashtirib, agar unga imkon berilsa, taklif qilardi bizga. 100 yil men o'rniga podsho bo'lasan, faqat kalimani men aytaman dedi. U rozi bo'lar edi. Chunki oqibatini ko'rdi nima bo'lganini. O'layotganda aytish kalimani, lekin Alloh taolo qabul qilmadi. Al-an dedi, endimi dedi. U kishiga berilgan mo'jizalardan yana biri va asanna lahu aynal qitr. Buloqdan nima chiqadi? Sulaymon alayhisalomga mis oqib chiqadigan buloq berildi. Suvni o'rniga mis oqib chiqaradi birodarlar. Agar bitta shuni o'zi sizda bo'lsa yetadi o'zi. Xohlagan narsasini olib yasardi. Bu tugamas edi bu narsa. Payg'ambarlarning duosi ijobat, menga hech kimda bo'lmaydigan mulkni bering deganida Alloh taolo shart berdi. Mo'jiza ketidan mo'jiza. Sulaymon alayhisalom otlarni yaxshi ko'rar edi. Va wahabna li Davud Sulayman ni'mal abdu innahu awwab iz urida alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad. Vaqtiki unga ana shu kechki paytda safinatul jiyad otlari ro'baro qilindi. Rivoyatlarda keladi, Sulaymon alayhisalomni ana shu jihodga tayyorlayotgan 20 mingta safinatul jiyad sifatida sortidagi oti bo'ladi. Bu shunaqa ot ekanki, kuch-quvvatga to'lgan, nohata chiroyli, mana shu bitta qo'lini quvvati ko'pligidan bitta qo'lni yerga birish mashaqat urib turadigan otlarning sorti bo'lgan ekan. Ana shu asr paytida Sulaymon alayhisalomda Zaburdan o'qilgan bir virdi vaqti bo'ladi kunlik, otlari bilan ovora bo'lib qolib, ana shu kunni botganligini, virdi vaqti bo'lib qolganligini sezmasdan kun botib ketib qolganligini bilmay qoladi. Shunday ikki rivoyat bor. Hammasini olib kelib turib, hammasini bo'yniga, oyog'iga qilichni urib chiqdi deyiladi 20 mingtani. Boshqa rivoyatda hammasini bu qator silab qo'ydi, siladi deb chalg'ib qoppan degan ma'noda deydi. Ya'ni voz kechib yordi deyapti birinchi rivoyatda. Allohning zikridan to'sdim shu narsa 20 ming tot bo'lsa ham chof tashlayapti. Chunki 20 mingta safinatul jihad otdan ko'ra bir kunlik virdi zaburi yaxshi deya, bir tilovat qiladigan kitobning vaqti shuni ajri kattaroq bo'ladi deyapti. Moshi muqola keyin peshinda o'qiymiz deymiz-ku biz. Ha? Shomda o'qib avval taom lekin ikkinchi rivoyat to'g'riroq, ularni bir qator silab chiqdi bo'ynini deydi. Ya'ni senlar bilan ovora bo'lib qolpan degan ma'noda. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تبارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Sulaymon alayhisalomga mana aytdik, buyuk mulk berilgan edi. Sulaymon alayhisalomga Alloh taolo uylanishga ruxsat berdi. 1000 ta xotini bo'lgan. Hadislarda keladi. Endi birodarlar, so'raganda Allohdan. Bu payg'ambarlarning xususiyati. Nimaga endi payg'ambarimiz 9 xotinga uylanishga ruxsat berilgan? Bu payg'ambarimizning shaxsiyati, Alloh taoloning xohishi. U kavlashtirilmaydi bu narsalar. Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Sulaymon alayhisalom kunlarning birida bugun tunda 70 ta ayolim aylanib chiqaman. Ularda har bittasi bittadan o'g'il tug'adi va 70 ta o'g'lim Alloh yo'lida jihad qiladi dedi. Lekin inshaalloh deb qo'ymadi. Fala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Alloh fazkur robbaka idza nasit va qul asa an yahdiyani robbi li aqraba min hada rashada. Alloh taolo shunday quvvatni bergan u kishiga. 70 ta xotindan birortasi tug'madi.
Bitta xotini tug'di, ikkita qo'l, ikkita oyoq yo'q, cholajon bir narsani tug'ib qo'ydi. Qaranglar, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lganda, o'rnida takrorlanmasligi uchun jazoni berib qo'ymayaptimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yahudiylar kelib, "Ey Muhammad, agar sen rost payg'ambar bo'lsang, sen bizga 3 ta narsani aytib ber" dedi. "Ertaga kelinglar" dedi. Inshaalloh demaganda vahiy to'xtab qolib, payg'ambarimizga bu itob bo'lmadimi? Inshaalloh demaganligi uchun. Sulaymon alayhisalomdan bitta kalima yodidan ko'tarilib qolgan paytda 70 ta xotindan bittasi ham tug'madi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar u inshaalloh deb qo'yganida, albatta niyatlari ro'yobga chiqqan bo'lardi" dedi. Demak, birodarlar, shundan keyin mana Ismoil alayhisalomga "Men sizni tushimda so'yayotganimni ko'rdim. Nima deysiz?" deb otasi so'raganda, "Inshaalloh meni sobirligimni ko'rasiz" dedi. Ya'ni puliga, olib qo'ygan narsasiga emas, o'zini ichidagi bo'lgan sifatni ham Allohga nisbatlab turib aytayapti. Alloh bersa, "Ine sabr qilaman" deyapti. Aniq men sizga beraman, aniq men o'rgatib qo'yaman, aniq men sizni anaqa qo'raman, mana qo'raman. U o'zini ichidagi sifatga ham ishonmagan. Musulmon odam qo'rqoq bo'lib qoladi. Aytayman nima qol? Bo'lmay qolsa-chi? Hali soat 1larda boraman inshaalloh. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan bandalar mana qilib jazolagan ekan. Muhammad alayhisalom inshaalloh demaganda 15 kun yoki 6 oy vaqt to'xtab qolgan ekan. Sulaymon alayhisalom shuncha narsani olgan kishi bir marta inshaalloh demagan uchun 70 tadan bittasi ham tug'magan ekan. Endi biz nima qilishimiz kerak? Inshaalloh degan so'z og'zimizdan tushmasligi kerak. 11-da to'y qilamiz. 12-da chaqiriq qilamiz. Qadam bilasiz, birodar. Demak, inshaalloh degan so'z og'zimizdan tushmasligi kerak ekan. Alloh taolo Sulaymon alayhisalomga hukm chiqarishlikda, qazo qilishlikda, ya'ni hukmni ijro qilishlikda bir adolatni ado etgan, hikmatni ado etgan edi. Va Davud va Sulaymon yahkumani fil harb. Davud va Sulaymon alayhisalom bir hukmni chiqarib turishgan edi. Ya'ni ikkita qo'shni bor edi. Bittasi cho'pon edi, bittasi dehqon edi. Dehqonda ekin-tikin yeri bor edi, cho'ponda qo'ylari bor edi. Cho'pon har kuni o'rtasidagi bo'lgan bir to'siqni mahkam berkitar edi, qo'y chiqib ketmasligi uchun tomonga. Tunlarda birida qo'ylar yaxshi bog'lanmaganligi uchun cho'ponda aybi bilan devor ochilib, kechasi bilan dehqonda ekin-tikinini yo'q qilib tashlagan bo'ladi. Ikkalasi Davud alayhisalom oldiga keladi va buni hukm nima bo'ladi deb so'rashadi. Davud alayhisalom cho'pondan so'raganda cho'pon aybini bo'yniga oladi, qo'ydi hammasini dehqonga hukm qilib beradi. Sulaymon alayhisalom tashqarida bo'ladi bu holatda, dehqon bilan cho'ponda chiqqanligini ko'rib turib, Davud alayhisalom qanday hukm chiqardi? Afanaqa hukm chiqardi. Yuringlar deb kiradida, "Ey otajon" dedi, "Allohning payg'ambari" dedi, "Bundan yaxshiroq hukm qilmaymizmi?" dedi. "Qanday hukm qilamiz?" desa aytadiki, "Odobni qarang." Bo'lmabdi bu, demayapti. "Bundan yaxshiroq hukm chiqarmaymizmi? Nima qilamiz? Qo'ydi dehqonga beramiz. Yerni cho'ponga beramiz. Cho'pon yerni asli zo'r holatiga keltirguncha qo'ydan dehqon foydalanadi. Junini oladi, tuqqan bolasini oladi, sutini ichadi. Yer ana shu qo'ylar yeb tashlagan holatdagi ekin-tikin holatiga kelgandan keyin ikkovi almashtirib oladi" dedi. Davud hukmi to'g'ri, lekin Sulaymon alayhisalomniki hikmatliroq bo'ldi. Fafahamnaha Sulaymon dedi. Bu hukmda Sulaymon alayhisalom o'zi topgani yo'q. Alloh taolada biz uni yaxshiroq tushunadigan qildik deydi. Demak, kallamizga zo'r yechim kelganda, zo'r ideya keldi emas. Uni Alloh berdi, birodarlar. O'zi bu boladan kuchli fikrlar chiqadi, o'zi bu zo'r bola. Unaqa emas. Bunda hech narsa yo'q. Buni Robbisi berdi. Ehtimol taqvosi uchun berdi, ehtimol bitta qilgan yaxshi ish uchun berdi. Bundan hech bir tuzuqli maslahat chiqmaydi. Demak, bu zo'r yechimda Sulaymon alayhisalomga kim o'rgatdi? Alloh taolo o'rgatdi. Yana ana shu qilingan hukmlardan ikkita ayol bitta bolani ko'tarib kelib tortishib qoldi. Xulosa holat shunday ediki, ikkita bolasi bor ayol ko'chada ketayotganda bir bo'ri hujum qildida, kattasini bolasini bo'ri yeb qo'ydi. Katta bolani tortib oldi kichkina ayolning qo'lidan va qozining oldiga kelib, "Meni bolam" deb turib oldi. Davud alayhisalom so'radi,
Davud alayhisalom tirikligida bo'lyapti bu narsalar. Katta ayolning qo'lida bola turibdi, kichkina ayolning qo'lida hech qanaqa bir hujjati yo'q, bolani kattaga hukm qilyapti. Shunda Sulaymon alayhisalom yana odob bilan men hukm qilsam ruxsat berasizmi deb so'raydi. Qilichni olib keladi, bolani hozir chopib ikkiga bo'lib beraman deydi. Kattasi chopaver deydi. Kichigiga aytadi, yo'q choppa deydi, yashasin berib yuboraver deydi. Seniki ekan bola deydi-da, aka beradi. Hikmat egasi bo'lgan. Sulaymon alayhisalomga mana aytdik, shamollar bo'yinsungan, jinlar bo'yinsungan va o'malaganki jonivor Sulaymon alayhisalomga qo'shin bo'lgan. Qut qumusqa, qush, parranda, daranda, hayvon hamma narsa Sulaymon alayhisalomga bo'yinsungan. Bunaqa mulk hech kimga berilgan emas va berilmaydi ham. Inshaalloh jannatlarga borsa ko'rarmi Sulaymon alayhisalom birodarlar? Hatta idza ataw ala wadi namla qalat namla ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaymon alayhisalomga tobe bo'lgan qo'shin chimalilar vodiysiga kelganda bir chimali o'zini chimallariga aytdiki, "Ey chimalilar, uylaringizga kelinglar. Sulaymon va uning qo'shini sezmagan holatda sizlarni tepalab tashlamasin." Ulamolar aytadi, mana shu chumolani shu so'zida lug'aviy balog'at bor. So'zdagi bir fasohat bor. E'tibor bering. Ya nido, ayyuha ogohlantirishlik, tanbih, udkhulu buyruq, la yahtimannakum qaytarib, Sulaymon xos aytayapti, junuduhu omma aytayapti, va hum la yashurun uzr keltiryapti. Bitta jumlada nido, ogohlantirish, buyruq, qaytarib, xoslash, umumlashtirish va uzr hozirlash ketyapti. Bu Qur'onda lug'aviy e'jozi birodarlar. Buni tilda tushunganlar yaxshi fahmlaydi. Bu da katta lug'aviy ishlarni bitta qatorda jamlanganini ko'rib turibmiz. Fatabassama zohika min qawliha va qala robbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Chimalaning so'zini eshitdi va kuldi. Parvardigoro tabassum qilib aytdiki, seni menga bergan ne'matlaringni shukrini ado qilishga o'zing quvvat bergin. Ya'ni ne'mat qancha ko'p bo'lsa birodarlar, shukr. Endi bizda ne'mat ko'p emasmi? Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Alloh taoloda sizlarga bergan ne'matini agar hisob kitob qilaman desalar, sanab oxiriga yetkiza olmaysizlar deyiladi. Jindek vaqtimiz o'tar ekan, tugatib qo'yaylik birodarlar. Ajib qissalardan biri bu Sulaymon va Bilqis o'rtasida bo'lgan qissalardan. Ana shu qo'shinlari butun ana shu qutqumusqalardan, hayvonlardan bo'lgan qo'shin jamlanganda Hudhud degan qushni yo'qligini ko'radi. Hudhud qani deydi. Nimaga yo'q deydi. Yo deydi, azoblayman, yo so'yib tashlayman, yo yo'qligiga bir uzr aytadi deydi. Mana shu so'zda bir hikmat bor. Yo'qligi uchun so'yib tashlayman, yo jazolayman, yo uzri bo'lsa aytsin, kechiraman deydi. Ozgina vaqt turganda Hudhud qush keladida aytadiki, "Ey Sulaymon" deydi, "bir ish bor" deydi. "Men sendan ko'ra ana shu ishda bilimdonroqman" deydi. "Ahattu bima lam tuhid bihi va ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin." Ya'ni oddiy bir qushni yer yuzida yashab o'tgan eng buyuk podshohga qilayotgan muomalasini ko'ring. Bitta ish bor, men sendan yaxshiroq bilaman deyapti. Unaqa xorlik, laganbardorlik, yetti bukilishlik unaqa yo'q. Saba qavmidan keldim dedi. Bir ayol kishi boshqarar ekan ularda. Ularda bir ana shu Bilqis degan podshoh ayolga, malikaga juda katta ne'matlar berilgan ekan. Ular Allohni qo'yib quyoshga sajda qilishar ekan va katta arshi bor ekan dedi. Sulaymon alayhisalom gapini eshitdi-da, "Ko'ramiz" dedi. "Ko'ramiz? Sananzur asadaqtam kunta minal kadibin." Rost gapirdingmi? Yolg'onni ko'ramiz dedi. Va hayron bo'ldi Sulaymon alayhisalom. Zamonasida ayol kishi podshohligidan hayron bo'ldi. Shuncha mulkiga bo'lganligidan hayron bo'ldi va Allohni qo'yib qanday qilib ular quyoshga sajda qiladi? Bundan ham hayron bo'ldi. Va xat yozib berdi. Mana hatto borib tashlagan va ularni javobini ko'rib kelgan dedi. Sulaymon alayhisalom yozib bergan xatni ana shu Hudhud olib bordi va ana shu saroyga borib tashlab, chekkaroqqa borib qo'nib turdi. Bilqis ana shu Saba, Yamandagi Saba qabilasining malikasi edi. Oqil ayol edi. Va aytdiki, "Qolat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaymon va innahu bismillahir rohmanir rohim." Menga bir chiroyli bir katta maktub kelibdi. U Sulaymondan ekan, bismillahir rohmanir rohim bilan boshlanibdi. Sulaymon alayhisalom nima deb xat yozgan edi?
Haddilardan oshmasdan meni hukmimga bo'ysungan holda, menga taslim bo'lgan holda, mu'min bo'lgan holda oldimga kelinglar dedi. Ya'ni taslim bo'lishga bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri chaqiriq edi. Malika maslahat qilyapti atrofidagilar bilan. Nima qilay dedi. Sizlarga maslahat solmasdan turib, bir ishni qilmayman. Atrofidagilarning aqli Bilqisnikichalik emas edi. Ular aytdiki, biz o'zimiz yetarlikmiz, kuch-quvvatimiz ham joyida, nima qilsangiz qilavering deyishdi. Bilqis aytdi, agar oddiy podshoh bo'lsa dedi, bir yurtga kirib bostiradigan bo'lsa, azizlarni xor qilib vayron qiladi. Men bir ulkan hadiyalarni jo'nataman. Qani nima deb javob qaytar ekan? Juda katta karvonga katta hadiyalarni solib jo'natadi. Mazmuni elchilar aytadiki, biz senga taslim bo'lmaymiz-ku, ey Sulaymon, senga bo'ysunmaymiz ham, urushmaymiz ham, lekin sulh tuzaylik. Mana hadiyalarni, do'stligimizni nimasi? Belgisi. Shunda Sulaymon alayhisalom g'azablanadi. Atumiddunani bimal, bu pul bilan meni ko'nimni olyapman deyapsizlarmi? Allohning menga bergan narsasini ko'rmaysizlarmi? Bu sizlar deyapti, antum bi hadiyatikum tafrahu. Sizlar deyapti, dunyo matosi bilan xursand bo'lasizlar deyapti. Birodarlar, Sulaymon alayhisalom mulkining kattaligi bilan, podshohligini buyukligi bilan xursand bo'lmagan ekan. Mo'minligi bilan, musulmonligi bilan faxrlangan ekan. U senlar deyapti, 5-6 so'm pulga sig'may ketishasan teringa, u faxrlanadigan narsa emas bu. Va mana shu javob bilan qaytib kelgandan keyin Bilqis bu Sulaymonni oddiy podsho emasligi, unga taslim bo'lish kerakligini tushundida va yana qaytib xat jo'natdi, biz taslim bo'lgan oldinga ketyapmiz deb. U yo'lda kelyapti, Sulaymon alayhisalom kutib turganda, Sulaymon alayhisalom ana shu o'zini atrofida o'tirgan ayonlariga, kim uni ana shu arshini taxtini men oldimga, u kelishigidan bo'lib olib keladi. Jinlardan ifrit degani bor edi. Men dedi, mana shu majlisning tugaguncha olib kelib qo'yaman oldinga shu taxtni dedi. Sulaymon alayhisalomning majlisi Bomdod bilan peshingacha bo'lar edi. Ya'ni 4000 5000 kilometr masofadagi narsani 4 soat 5 soat olib kelib qo'yaman dedi. Yo'qmadi bu Sulaymon alayhisalom. Samolyotda borganingizda yuklashi bor, tushirishi bor birodarlar. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yattadi ilayka tarfuk. Ilmi bor dedi. Ana shu ayollar ichida bir ilmligi bor edi. Aytdiki, ko'zingni onavi xonani oxiriga borib qaytarib olib kelguningcha taxtma shu yerda bo'ladi dedi. Haqiqatan Sulaymon alayhisalom ko'zini shunday xonani oxiriga borib qaytarib kelganda taxt yonida turgan edi. Ikki xil rivoyat bor bu yerda. Birida bu Jabroil edi deyiladi. Ikkinchisida ana shu Banu Isroildan bir kishi bor edi, Alloh taoloning ismul azamini bilar edi. Ya'ni shunday ismlar ediki, shu ismni o'rtaga qo'yib duo qilinsa Alloh albatta ijobat qilar edi. Ana shu ikkinchi rivoyat rojihroq, to'g'riroq bo'ladi. Mana shunday ishlarga qodir kishilar Sulaymon alayhisolamning qo'l ostida bo'lgan. Tasavvur qilinganda qanaqa kuch-qudrat, qanaqa mulk bo'lgan bu. Lekin u kishi ham ketdi. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ham bir kun o'lasiz. Ular ham o'ladi bir kun. Arsh keldi va Sulaymon alayhisalom aytdi, bu Parvardigorim menga bergan ne'mati shukr keltiramanmi, kofir bo'lamanmi? Arshni o'zgartirib qo'yishlikka buyurdi. Bu yerdan gavharni oldi olmasin, bu yerdan brilliantini oldi o'rnini o'zgartirdi-da, o'zgartirish kiritib qo'yib turib, qani nima qilar ekan, tushunam ekan. Bilqis kirganda, seni taxtim ananda qamidi dedi. Aytdik, Bilqis oqil ayol edi. Ha desa o'zgartirilgan. Yo'q desa arshini ayni o'zi. Zo'r gap aytadi. Kannahu deydi. Xuddi o'zi deb qo'ydi. Ya'ni bu gapning o'zida ha ham degan javob bor. Ya'ni oqil edi. Xuddi o'zi deb qo'ydi. Sulaymon alayhisalomga Bilqis taslim bo'ldi, lekin iymon keltirmadi. Hali qalbi yumshamadi. Shunda Sulaymon alayhisalom unga bir inson bolasini qo'lidan kelmaydigan bir mo'jizani ko'rsatmoqchi bo'ldi, bir qasrga talab bordi. Bu qasr shishadan bo'lgandi, birodarlar. Hozir tasavvur qila olamizmi shishadan bo'lgan qasrni? Bu qasrda jinlar yasagan edi. Va poli jin mana qasrda yumshoq bir shishadan ediki, rangi yo'q edi, akslanmas edi. Bosganda yumshoq edi, lekin ko'rinmasdi borligi. Uni ostidan suv oqizib qo'ygan Sulaymon alayhisalom. Qasrga olib kirib, kir dedi qasrga.
Shunda suv qanday qilib kiraman dedi-da, etagini ko'tarib ozgina qadam bosmoqchi bo'lib, etagini ko'tarib shunday bosganda to'xtab qoldi. Aytdiki, bu shisha dedi. Bu qavorir dedi. Qila laha udkhul qila ladkhul udkhili as-sarqa falamma ra'athu hasibathu lujjatan va kashafat an saqayha qala innahu sarqun mamarradun min qawarir. Bu narsani ko'rgandan keyin Bilqisning qalbi tamomiy taslim bo'ldi. Bu oddiy podsho emas, Allohning payg'ambari ekanligiga iymon keltirdi. Qolat Robbi inni zolamtu nafsi va aslamtu ma'a Sulaymana li robbil alamin. Parvardigoro, men o'zimga o'zim zulm qilgan quyoshga sig'inib yurib, albatta men Sulaymon bilan birga Alloh robbil alaminga iymon keltirdim dedi. Ba'zi rivoyatlarda Sulaymon alayhisalom Bilqisga uylangan deb aytiladi. Sulaymon alayhisalomning qilgan ulkan ishlaridan Masjidil Aqsoni qurgan. Bugun bir 5-10 ming daqiqa o'tar ekan birodarlar, ozgina sabr qilib turasizlar. U kishining qilgan ulkan ishlaridan bu ana shu Masjidil Aqsoni qurganligi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rashganida eng birinchi yer yuzida qurilgan masjid qaysi deganda Masjidil Harom dedi. Sahih hadisda kelgan. Rasulullohdan undan keyinchida so'rashganda Masjidil Aqso dedi. Bu ikkala masjidning o'rtasida qancha yil o'tgan deganda 40 yil deb aytdi. Demak, Masjidil Haromni qurishgandan keyin 40 yil o'tgandan keyin Masjidil Aqsoni Yaqub alayhisalom Baytul Maqdisga qurgan bo'ladi. Buxtun Nasrdagi ana shu Amaliklarning podshosi Baytul Maqdisni egallaganda bu masjidni buzib tashlagan bo'ladi. Sulaymon alayhisalom Baytul Maqdisga o'zi bir podsho bo'lgandan keyin bu qasrni tikkalagan. Va o'zini haykalini ham yasatib qo'ygan shu yerga. Yahudiylar hali mana shu Sulaymon alayhisalomning mana shu haykalini istashadi. Lekin bittaki bu qasr, bu katta haykal masjidning oldida bo'lgandan keyin atrofida bo'ladi u. Baytul Maqdisning atrofida, Masjidil Aqsoni atrofida bo'ladi bu haykal. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, Masjidil Haromda o'qilgan namoz boshqa masjidlarda o'qilgan savobdan 100 ming barobar savobi ko'p. Meni masjidda o'qilgan savob 1000 barobar savobi ko'p. Masjidil Aqsoda o'qilgan namoz 500 barobar boshqa masjidlardan savobi ko'p dedi. Sulaymon alayhisalom Alloh taolodan 3 ta narsani so'radi dedi Rasululloh hadislarida. Shundan 2 tasini Alloh unga berdi, 3-inchisi bizga nasib qilishligini so'raymiz Allohdan dedi. Nimani so'radi? Alloh taoloning hukmidek odilona hukm qilishlikka tavfiq so'radi. Alloh berdi. Sulaymon alayhisalomning hukmi odil bo'ldi. Sulaymon alayhisalom hech kimga berilmaydigan mulk so'radi. Alloh taolo u mulkni berdi. Va 3-inchisi so'radi, masjidni qurib olib duo qildiki, Parvardigor dedi, kim uyidan niyati faqat Masjidil Aqsoda namoz o'qiyman degan niyat bilan chiqsa, faqat shu niyat bilan va kelib namoz o'qisa, onasidan tug'ilgandek gunohlardan toza bo'lishligini so'radi. Biz Allohdan so'raylik birodarlar. Masjidil Aqsoda borib 2 rakat namoz o'qigan odamning gunohlari xuddi onasidan pok bo'lgan kundagidek pokiza bo'ladi. Sulaymon alayhisalom 52 yoshda vafot etdi. Birodarlar, har qancha inson uzoq yashamasin, har qancha kambag'al, kasal, sog', boy bo'lmasin, baribir kun o'ladi. Sulaymon alayhisalom ham o'ldi. Shuncha mulk egasi bo'lgan Sulaymon alayhisalom o'ldi. Lekin bu o'limini Alloh taolo insonlarga ibrat qildi. Sulaymon alayhisalom jinlarni aytdik, mana hamma ishlarni ishlatardi. Xususan ana shu shaharda tashqarisida bo'lgan karyer deymiz, biz mana katta tog'da o'yishlik, toshni yo'nishlik bo'lgan ishlarni ishlatardi-da, Sulaymon alayhisalom vaqti bilan chiqib ularni kuzatib turardi. O'zi ular yalqonlik qila olmas edi qo'rqqanidan. Lekin Sulaymon alayhisalom ustida turganda tinimsiz ishlashar edi. Ana shu kunlarning birida Sulaymon alayhisalom kuzatib o'tirdi. Bir kun o'tirdi, 2 kun o'tirdi. Jinlar tinimsiz ishlashdi. Dam olmasdan ishlashdi. Sulaymon alayhisalom qo'liga taxtani oldi, yog'ochni oldi, asoni, ikki qo'lini kaftining ostiga qo'ydi-da, jag'ini shunday qilgan holda kuzatib turdi. Shu holatda Alloh taolo jonini oldi. Ko'zi ochiq holatda qoldi. Jinlar hayron. O'tirmayapti, turmayapti, dam olmayapti, uxlamayapti, yemayapti, ichmayapti, faqat kuzatib turibdi. Lekin birortasi nima bo'ldi ekan deb kelgani jur'at qila olmadi. 1 yil turgan ekan birodarlar. O'sha paytdagi odamlar jinlar g'aybni biladi degan botil e'tiqodlar qalbiga kirib qolgandi. Hozir ba'zi odamlarda bor bo'lgandaqa. G'aybni birodarlar hech kim bilmaydi. Ertaga nima bo'lishini aytib beryaptimi? Baxshi u. Men Qur'onda oldiga ochib olgan bo'lsa ham, bizga Xudo berdi deyotgan bo'lsa ham. G'aybni hech kim bilmaydi. Jinlar g'aybni biladigan e'tiqodli odamlar ba'zilari. Shuning uchun Alloh taolo ularga dars bo'lish uchun 1 yil tikka turdi Sulaymon alayhisalom.
Undan keyingi o'rinbosar yoki vaziri kelib qarasa, Sulaymon alayhisalom vafot etibdi. Ko'zi ochiq turibdi. O'libdi deb e'lon qilsa, jinlar haddidan oshib ketadi. Ish to'xtatib qo'ymasin deb quloqiga xuddi tirik odamga gapirgandek quloqiga pichir-pichir qilib qo'yib ketaverdi. Kunda bir mahal. 1 yil turdi. Agar jinlar g'aybni bilganida bunaqa xor mehnatda turishgan bo'lmasdi. Falamma qadayna alayhil mawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ard. Alloh taolo o'zi xolamaganda turaverar edi, lekin ana shu yog'ochni yeydigan bir qurtni, bir hayvonni jo'natdi Alloh taolo. Asoni yedi, aso zaiflashdi, sindi, inemiz Sulaymon alayhisalom yiqildi. Shundan keyin falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-g'ayb ma labithu fil azabil muhim. Agar jinlar g'aybni bilganida bunday xor qiluvchi mehnatda qolmagan bo'lardi deydi. Bundan biz bilamizki, jinlar ham Alloh taoloning bir zaif mahluqotlari, ular ham bizga o'xshagan bir banda, g'aybni bilmaydi ular. Bu qissani xulosaladigan bo'lsak, birodarlar, Sulaymon alayhisalomga berilgan mulk, Sulaymon alayhisalomga berilgan quvvat, davlat hech kimga berilgan emas. Lekin bularda bari yerning betida qoldi. Sulaymon alayhisalom to'satdan vafot etib ketganda. Siz bilan bizga ham Alloh taolo berganicha qo'limizda bu dunyo matosi bor. Biz ham to'satdan o'lim kelganda ketib qolamiz, qolgan hammasi qolib ketadi qo'limizda. Aytmoqchi bo'lganim, birodarlar, masjidimizni qurilishi ketyapti. Bunga albatta ko'pchilik kuchi bilan bo'lyapti. Bitta ikkita kishining bu narsaga kuchi yetmaydi. Mana shu xayriyatga sizlardan bir sherik bo'lishinglarni xohlaymiz, birodarlar. Addallu alal xayri kafolihi deyiladi. Yaxshilikka dalolat qilgan kishi o'sha yaxshilikni qilganlar qatorida savobni olaveradi deydi. Hasan Basri aytadilar, hurlarni jannatda beriladigan hurlarning mahri bu masjidlarni shupurib tozalashlik va masjidni obod qilishlik deb aytgan ekan. Birodarlar, masjidga qo'limizdan kelgan yordam qilgan paytda hurlarni mahrini ado qildik deb qo'yaveraylik, birodarlar. Anas ibn Malik aytadi, qaysi bir kishi Allohning bir uyiga, masjidga bitta sham yoqib qo'ysa, shu sham tugaguncha Allohning arshini ko'tarib turadigan hamalatul arsh farishtalari gunohlarni kechirishni Alloh taolodan so'rab turadi. Sog'ligida bir so'm sadaqa qilgan bo'lsa bir inson, o'layotganda 1000 dollar sadaqa qilgandan afzal bo'ladi. Chunki o'layotganda qolib ketyapti-da, kerak bo'lmay qolganda sarf qilgan pul bilan o'zi muhtoj bo'lib turgan paytdagi bir so'mda farqi bo'ladi, birodarlar. Endi yana chiqim haqida gapirilyaptimi degan xayol o'tayotgan bo'lsa, birodarlar, bir mo'min 70 ta shaytonni bo'ynini sindirmasdan turib, bitta so'mda Alloh yo'lida sadaqa qila olmas ekan. 70 ta, birodarlar. O'sha 5 so'mni tashlaganingizda ayting, 70 ta shaytonni bo'ynini sindirdim deb. Chunki Alloh taolo nimani va'da qilyapti? Mana nima deyapti? Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Shayton deyapti, berma deydi. Gunohga buyuradi va kambag'al bo'lib qolasan deb qo'rqitadi deydi. Alloh nima deyapti? Gunohingni kechiraman va ko'paytirib beraman deyapti. Qaysinisini olyapmiz biz? Qaysinisini olamiz akalar? Berma, ozayib qoladi deyapti. Alloh aytayapti, ber, gunohingni kechiraman, ko'paytirib beraman orqasidan deyapti. Birodarlar, biz bermayotganda biz o'zimizdan qizg'anyapmiz. Biz o'zimizga so'ramayapmiz, birodar. Cho'ntagimizga, qonimizga so'ramayapmiz. O'zinglar uchun so'rayapmiz, o'zinglardan. O'zinglarga sarf qilinglar oxiratinglarga. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qo'y so'yib kelib, "Yo'sha, qo'y so'yib tarqatib turib, kelib so'rayapti. O'zimizga ham biror narsa qoldimi?" desa, "Ha Rasululloh, bitta qo'li o'zimizga qoldi" deganda, Rasululloh, "Ha, eshitgan, shu bitta qo'li o'zimizga tegmabdi-da" degan ekan. Ya'ni berib yorganimiz bizniki ekan, qolgani bizniki bo'lmadi deyapti. Javob beramiz deyapti. Chanayotganing gumon, yutganing o'zingniki. Unaqa emas, birodarlar. Yutganingiz gumon, chaynayotganingiz aniq sizniki emas. Chunki yutganingiz hazm bo'lmaguncha sizniki emas. Og'zingizdagi chiqib ketishligi bir pasli narsa. Birodarlar, cho'ntagimizdagi bizniki emas. Oxiratga o'tkazganimiz bizniki. Kim bir so'm sadaqa qilib millionta savob olsa, bitta odam million sadaqa qilib bitta savob oladi. Bu imkoniyatiga qaraydi. Biz Allohning uyini obod qilishlikka, sizlarni sheriklikka chaqiryapmiz, xolos.
Bir kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida Ka'baga osilib olib, "Ey Alloh, shu Ka'bani hurmatidan meni gunohimni kechirgin" deganda payg'ambarimiz, "Ey, o'zing hurmatini o'tib qo'yib so'raver. Seni hurmating Ka'bani hurmatidan Allohning huzurida balandroq" deganda, "Ya Rasululloh, meni katta gunohim bor-da" deydi. "Ha, nima gunohing bor?" "Men nihoyatda boyman. Namozni ham o'qiyman, ro'zani ham tutaman, boyman. Shu birov mendan bir kichik bir narsa so'rasa, yuzimdan o't chiqib ketadi" deydi. Yana chiqindan gapiryaptimi deymiz-ku ichimizda. Bo'lgan ekan deganda payg'ambarimiz aytgan ekan, agar shu sifatini yo'q qilmasdan 1000 yil namoz o'qisang ham qabul bo'lmaydi. Bilmaysanmi, baxillik, mumsiylik kufrdan, kufr jahannamdan, saxiylik iymondan, iymon jannatdanligini dedi. Bitta xurmoni yarimtasini sadaqa qilib bo'lsa ham jahannamdan o'zinglarni saqlab oladi degan payg'ambarimiz. Subhanalloh. Jannat eshigiga birodarlar yozib qo'yilgan ekan. 3 qator yozuv, rivoyatlarda keladi. Ko'proq narsa gapirilishi kerak edi, bugun vaqtimiz yetmadi, subhanalloh. Allohning taqdiri bu ham. Birinchi qator yozuv shuni ekanki, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Shu kalimangiz borligi uchun turibsiz jannatda oldi inshaalloh. Ikkinchi qator yozuv, ummatun muznibatun va robbun g'afur. Gunohkor ummat, lekin kechiruvchi bo'lgan Parvardigor. Uchinchi qatori, wajadna ma amilna, robihna ma qadimna va xasirna ma xalafna. Uchinchi qatorda yozib e'tibor bering. Amal qilganlarimizni topdik deyapti. O'sha turganlar. O'tkizganlarimizni yutdik deyapti. Qoldirganimizni yutkizibmiz deyapti. Birodarlar, qoldirganimizni yutkizamiz, o'tkizganimiz bizniki. O'zimizga rahmimiz kelsin, o'zimizning oxiratimizga sarf berib. Mana shu masjid qurilishiga kim qo'lidan kelgancha hissasini qo'shsin birodar. Ana shu eshikda yashilga qo'yib qo'ygan, kim g'ishabga beryapti. Mana ayol hukumatlar bir qancha g'ishlarni berdi. Mana qo'shnilarimiz suv beryapti, svet beryapti. Har kim qo'lidan kelganicha birodarlar. Yana qattiq aytamiz, biz o'zimizga so'ramayapmiz. Mana shu Allohning uyini obod qilishlikka hurlarning mahriga so'rayapmiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo eshitgan mav'izalarga hammamizga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin.